Assalomu alaykum do'stlar, bugun sizlar bilan ikki dona so'z bilan kalendar yasashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib o'sha Pydroid 3 ilovasiga kirib yozamiz from calendar print from calendar import va bunda yozamiz 2 ga print house ochib turib keyin house ochimizda house ochib turib 2026 qilamiz va mana buni bossak bizda mana shunday kalendar paydo bo'ladi. Hammaga